6 mart günü Dünya Uyghur Qurultayının reisi Dolqun Aysa teklifi binaen Avrupa İttifaqının Tashqi ishlar Ministerligida uyushtirilgan ma'lumot elish yig'iniga qatnashib, Sharqi Turkistonning navbatdagi jiddiy vaziyati va jazo lager masalasi to'g'risida doklad bergan. Avrupa İttifaqı bilan Xitoy o'rtasida o'tkaziladigan kishilik huquq dialogi uchun Sharqi Turkistonning hozirgi real vaziyati bo'libmi jazo lageri to'g'risida eng yangi ma'lumotlarga erishish maqsadida uyushtirilgan bu yig'inni Avrupa İttifaqı Tashqi ishlar Ministerligi tashkillagan bo'lib, yig'inga Dünya Uyghur Qurultayining raisi Dolqun Aysa apandi, Xalqaro kishilik huquq markazi, Vakolatsiz millatlar tashkiloti, Xalqaro kishilik huquqni kuzatish tashkiloti, Xalqaro kechirim tashkiloti hamda Dunyo xristian hamkorlik tashkilotining rahbarlari ishtirok qilib, o'zlari erishgan Sharqi Turkistondagi jazo lagerlariga oid dalillarni o'ttirg'i qo'yib o'tgan. Yig'inga Avrupa İttifaqı Tashqi ishlar Ministerligining Osiyo ishlari komiteti va kishilik huquq komitetining mas'ullari qatnashgan. Bu qatimqi yepq yig'inda nuqtali holda Sharqi Turkistonning vaziyati va jazo lagerlari masalasi muzokara qilinib qolmay, balki yana Xitoyning muhojiratga kishilik huquq faoliyatchilariga ziyonkashlik qilish masalalari ham tilga ilingan. Dolqun Aysa apandi Tashqi ishlar Ministerligida o'tkazilgan bu yig'inda xalqaro besimning ortishiga qaramay, Xitoyning Uyg'urlarni yo'qotish niyatidan voz kechmayotganligi, Sharqi Turkistondagi jazo lagerlari ko'lamining bag'ansiri kengayotganligi, necha yuz minglagan Uyg'ur tutqunlarning Xitoyning ichki o'lkalariga yo'tkilinayotganligi, ularning organ atkazchiligining qurbonligi aylanib ketish ehtimolligi borligi, Avrupa İttifaqının bu masalaga jiddiy muomala qilish lozimligini, yana jazo lagerlarida bag'ansiri kuchayotgan o'lim yetim hodislari, izdiraksiz g'oyib qilib etish hodislarining jiddiy andish qo'zg'ayotganligini alohida eskartib o'tgan. Avrupa İttifaqı yilda bir qatim o'tkaziladigan Xitoy bilan bo'lgan kishilik huquq dialogi boshlanishidan ilgari Avrupa İttifaqı Tashqi ishlar Ministerligining vositasi bilan har yili Dunyo Uyg'ur Qurultayini alohida taklif qilib, Sharqi Turkistonning vaziyati to'g'risida ma'lumot bermoqda ekan. O'tgan yili 7-oyda Bejingda o'tkazilgan kishilik huquq dialogi yig'inida Avrupa İttifaqı jazo lagerlari masalasini rasmiy ravishda o'ttirg'i qo'ygan. 8-oyda Birlashgan Davlatlar Tashkilotida chaqirilgan irqiy ayirmachilikqa qarshi turish komitetining 96-navbatlik yig'inida Avrupa İttifoqiga a'zo 14 davlat jazo lagerlarining taqilishini talab qilgan. 2018-yil 4-oktyabr kuni, ya'ni Avrupa İttifoqi jazo lagerlariga qarshi 15 moddali qaror qabul qilingan edi. 10 mart Germaniya München shahrida Uyg'ur jamoati 200 dan ortiq oila, 650 dan ortiq kishi jam bo'lib, Dunyo ona til kunini xotirlash faoliyati o'tkazdi. Murosim Sharqi Turkistonning davlat marshini aytish bilan boshlanib, har xil san'at o'yinlari va Uyg'urlarning kiyim-kechak madaniyatiga oid programmalar uyushtirilgan bo'lib, faoliyat nihoyat qizg'in va ko'ngilli o'tkazildi. Amerika Ovoz to'rining 11 mart xabarida Tayvan havo armiyasining urush iqtidorini yanada kuchaytirish uchun Amerika F-16V tipdagi urush aeroplan setib olishni talab qilgan. Hamda Amerikaning yaqinqi 4 oy ichida javob beradiganligini bildirib, agar o'ngishli bo'lsa 2020-yil oxirida mazkur aeroplanni topshiradiganligini bildirgan. Harbiy amaldorlarning bildirishicha, F-16V tipdagi urush aeroplanini setib olish plani Amerikaning texmo ilg'or bo'lgan F-35 tipdagi aeroplanni oz degandimi 10 yildan keyin setildiganligi, ishlab chiqarib mal topshirish, mashg'ulotchilarni sistemli tarbiyalash uchun 8 yil vaqt ketadi ekan. Demak, Tayvan buning uchun 18 yil saqlash kerak ekan. Ammo hozir bor bo'lgan F-16 tipdagi aeroplanni F-16B tipga o'zgarsa, mashg'ulot qiluvchilarni 5 cho'ng turda mashq qildirishli bo'ladi ekan. 10 mart tushdan burun Aljeriyaning poytaxti Addis Ababadan Keniya Nayrobiga uchgan Aljeriya yo'lovchilar aeroplan shirkatining 737 tiplik Boeing aeroplani uchib 6 minutdan keyin yer yuzi boshqaruvchi bilan aloqasi uzilib, Beshafoto shahriga yaqin joyda tushib ketgan. Aeroplanda 33 davlatdan 149 nafar yo'lovchi, 8 xizmat xodimlari jami 157 kishi qazo qilgan. Mazkur aeroplan o'tgan yili 11-oyda ishga kirishgan. O'tgan yili oktyabrda Indoneziya Jakarta atrofida tushib ketgan aeroplanda 189 kishi qazo qilgan.